sistit bo'lganman, prostatit bo'lganman deysizlar. Hozir ko'pchilik ko'rmagan bitta narsani ko'rsataman. Siydik qopini ichini ko'pchilik ko'rmagan. Hozir men sizlarga kasal va sog'lom siydik qopini ichini ko'rsatmoqchiman. Mana bu ikkita video tayyorlab qo'ydim. Hozir mana birinchi videoda mana bu qarang. Mana shu siydik qopi ichi. Bu nima, qanday qilib paydo bo'lgan desangiz, bu narsalar ko'ryapsizmi? Trabekulyar qovuq deydi bu ilm tilida, fan tilida. Qarang, bu o'rgamchik to'riga o'xshab, g'orlarga o'xshab paydo bo'lib ketgan, g'orlar paydo bo'lib qolgan. Bu uzoq vaqt davomida prostata bezi adenomasini davolamaslik oqibatida kelib chiqadi bu bunaqa holat. Ko'ryapsizlarmi? Siydik qopi bu holatda yaxshi ishlamaydi, to'g'ri qisqarmaydi. Bemor xohlasa ham siydikni ochiq kanalni ochib qo'ysangiz ham siydik chiqara olmaydi. Chunki siydik qisqarish qobiliyatini yo'qotib qo'ygan bunaqa holatda. Hozir endi ikkinchisini ko'rasizlar. Mana siydik kanalni ochib qo'yganmiz biz. Siydik kanali butun joyda. Endi xudo xolasa hozir qovug'ini davolash etapida bemorimiz. Bu bemorimizda bo'lsa, ikkinchi bemorimiz qovuq devorlari joyida, silliq, sog'lom holatda. Faqat bu bemorimizda onkologik kasallik bo'lgan, onkologik kasallikni bunaqasi ko'rganimizda aniqlaganmiz. Faqat buni videoni sizlarga ko'rsatishdan maqsad qovuq devorlarini silliqligini, bundan farqini ko'rsatish maqsadida ko'rsatyapman. O'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Buni qarang, buni qarang. Bu silliq qovuq, bu kasal prostata bezi adenomasi orqali kasallangan qovuq. Shuning uchun qadrli do'stlar, yaqinlaringizda 50 yoshdan oshgan erkaklarda asosan prostata bezi adenomasi bilan chalingan bo'lishsa, uzoq vaqt kutib, kechalari hojatga chiqishlarini, tez hojatga chiqishlarini, tualetga kirib uzoq vaqt qolib ketishlarini kutmaslik kerak. Tez doktorga olib kelib, ularni davolatish kerak. Aks holda mana shunday holatga kelib qolishlari mumkin. Bu prostata adenomasini olib tashlagandan keyin ham muammo tugamasligini bildiradi bu narsa. Salomat bo'linglar.